halkımıza tavsiye kılaman. Ene şu Caesar firmasına zakaz eteverenler kачественный hem tez işleydiken 5 yıl garantiyası bilen. Assalomu alaykum, Caesar Natujnoy patolog obunachilar. Aziz obunachilar, navbatdagi ishimiz Qirqqizobod Beruniy ko'chaga keldik. Beruniy ko'chadagi mijozimiz, ya'ni Shuhrat aka uyina keldik. Shuhrat aka Natujnoy patologlarga zakaz qilgan ekan. Ichkarida real ishimizni qisqacha ko'rsatamiz. Aziz obunachilar, keyin o'pchi bitgan holatini, keyin chasondan ishlab berayotganimizni video oxirlarida aytib o'tamiz. Aziz obunachilar, ishlangan ishimiz, video syomkamiz yoqsa, bir dana like bosib, qo'llab-quvvatlab o'tirasizlar. Aziz obunachilar, e'lonimiz bor. E'lonimiz shundan iboratki, Bo'stonda, Beruniyda 4 yilda ofis sexlarimiz bo'lganligi sababli endi bizlarga ishchi kuchlari ko'proq kerak bo'ladi. Birinchi o'rinda dizayner bolalarimizga kerak bo'ladi, ikkinchi mobilograf, uchinchi ustanovchi yigitlarimiz kerak bo'ladi, Natujnoy ustanovchisini. Agar ishni bilmasangiz o'rgatamiz, keyin ish bilan ta'minlaymiz, hammasi obyomda bo'ladi. Batafsil ma'lumot uchun ekranning pastida nomerlarni qoldiramiz. Obunachilarimiz. Qani, ketdik, videomizni boshlaymiz. Hurmatli obunachilar, real ishimizni hozir qisqacha ko'rsatib beramiz, keyin bitgan obzorni ko'rsatamiz. Baho berasizlar ishlarimizga, zakazlar bo'lsa xorlashaverasizlar, ishonchli, sifatli kelishib ishlab beramiz. Xo'sh, aziz obunachilar, xudo xolasa Shuhrat aka uyini Natujnoy patologlarni chiroyli qilib ishlab berdik. Ish kamchiliksiz, to'liq, dogovorda, nov dogovor qilib ishlayapmiz. Xudo xolasa hammasini to'liq bajarib berdik. Endi hozir Shuhrat aka o'zidan so'raymiz, baholarni chasondan zakaz qildi, necha bo'ldi, Caesar firma haqida fikrlari bo'lsa bilib o'tamiz. Aziz obunachilar, assalomu alaykum. Yaxshimisiz Shuhrat aka? Yaxshisizmi? Farma? Muborak bo'lsin. O'ng bo'lsin. Zo'r chiqibdi. İşlerimiz hakkında kısaca aytıp ötsangiz halkımıza, firma nechik, ishlari nechik, baholar nechik hammasini o'zingiz aytib bersangiz. Baholar ene shu men Qirqqizobod ofinasidan ene Balnizaning kun chiqishi Beruniy 70-uy. Ene shu YouTube'da ko'p odamlarning uylarini ishlaganini ko'rib, keyin 5 yil garantiyasi bilan kачественный ishlaydi ekan zakaz etdik. Yaxshi ishlaydi ekanlarni hem tez kачественный koyup duruptular, tab aytgan nadagi gullerini şunday akkelediler, sırası koyup berip gep yok. Caesar firmasına rahmet aytaman, işlerinize muvaffakiyet dileymen. Rahmet. Hamisha şunday zakazlar köp bolaversin. Caesar firmadan ko'nglingiz to'ldimi? Ko'nglim to'ldi. Baholar nechik Shuhrat aka, baholar nechik yoqdimi baholar? Baholari yo'q, normalmi. Ene shu 95 mingdan hozir ishlatdim. Eng
Vişi ali dereceli. Şu 95'ten zakaz kıldınız-ku, şu narsani aytgandilar, hammasi birinchi sort ko'rsatganlar geldi. Hava tap şunu hep geldi. Hiç görgen olsa tap şimdi ölçengen şu resimler hava tap şimdi hep koyup durdu. Qarang, mana 3D pechatımızda 70 ming, 80 ming, ikkinchi, uchinchi sortlar ham bor hatto. Уже rekalari o'zgaradi, rekalari ham ko'rib turgan. Rekalaringiz qarishli, kulrangi svet bo'lib qoladi. Sizlar shu birinchi sort nalarni ishlat zakaz qilibsiz. Qarang, kraskini iysi nodir ko'nglingiz namasmi o'zi? Yo'q, eskisi yo'q. Kraskini Hech iysi qanday. tiniqligi qachish bo'lsa hammasi ajoyibmi, gap yo'qmi? Acayip hava gap yo'q. Xalqimizga tavsiya qilasizmi? Halkımıza tavsiye kılaman. Ene şu Caesar firmasına zakaz eteveringler. Kaçısı hem tez işliydiken 5 yıl garantiyası bilen yine ben hazır 2 kat çayını zakaz eteverdim. Keyin bana şimdi yaktı. Hazır 3. zalını yine işlep veringler zakaz ettim yine. Rahmat. Size yakkan bo'lsa, bizning ko'nglimiz to'q. Yaktı. Obunachilarimiz hozir Shuhrat ammo fikrlarini bilib o'tdi. İşimizni ko'rsatamiz, remontlarni ko'rsatamiz. Niyat qilgan obunachilarimiz birdan like bosib qo'ysa, obunachilarimiz o'sha zo'r chiqdi. Hammaga yetirgi shunday remontlarni. Rahmat hammasi uchun. Rozi bo'lasiz bergan pulingizga? Rahmat. To'ylaringiz yaxshi kuningiz ko'p bo'lsin, Shuhrat aka. Sizlar ham zakazlarga ko'p bo'laversin. İşleringize omad. Rahmat og'a, rahmat. Obunachilarimiz işimizin bir qator obzorini ko'rsatamiz. Yine Shuhrat aka bahosini aytib o'tdi. Zakazlarimizga kelishib, ishonchli sifatli qilib ishlab beramiz. Xohlasangiz arzonroq 3D pechatlarimiz bor. 70-80 mingdan boshlanadi. Zakaz buyurtma asosida ishlab beramiz. Aziz obunachilar, video obzorimizni ko'rsatamiz. Obunachilarimiz o'sha chiroyli chiqdi. Bugungi natija fotolarimiz. Keyingi videolarda görüşguncha, aziz obunachilar, ajratgan vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar. Hammaga rahmat e'tibor uchun.